Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Hammangizga gechakdilik. Eldan yuqoridagi bu videoni bir ko'rib beringlar. Yoshlik 18 da jabrlanuvchi bo'lib turgan odamlarning gapini eshitib beringlar. Keyin biz davom qildiramiz. Hurmatli prezidentimiz, murojaatimiz sizga amaliy yordam berishingizni so'rayman. Organ xodimlari sizlardan amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Biz shu uyga 100% to'lov qilib, kelib uyni ichini ta'mirlab kirganimizdan keyin boshqa shaxs paydo bo'lgandan keyin bizni tashqariga chiqarib berdi. Nima qilishimizni bilmaymiz. Xorazmda hech kim bizni murojaatimizni eshitmayapti. Hech kim eshitmaydi. Barsang hammachiga chiqarib beradi. Qaysera barsang ham bo'pti dedidan chiqarib beradi, ko'ramiz dedi. Hammachiga bir-birine bog'liq, bir-birine yaningda bir xil so'laydilar, seni chiqarib beradilar, seni ish qilib tinglamaydilar, gapni qisqasi. Xalq qiynalib ketdi. Mana shu yerda 20 xo'jalik joyab qo'ydi. Hamma uysiz qolgan, hamma ko'chada. Biz ijarada turibmiz, kvartirada turibmiz. Kimdir kvartirada, kimdir qarindoshining uyida. Biz qiynalib ketdik. Mana shu uyni turar joyda bizga sotgan, nima muhrlarni ko'rganmiz. Biz buncha qonunga uncha tushunmaymiz. Biz oddiy xalq. Bizga amaliy yordam berishingizni so'raymiz. O'rtoqlar, ko'rib bo'lgan bo'lsangizlar, endi hozir bu sxemani biza kalavani uchini yechishga harakat etamiz. Endi aytchakman, hozir yuqoridagi xalq ana shu yoshlik 18 da qurilgan ko'p qavatli uy deb qurilgan, ya'ni lekin aslida hujjatda o'quv markazi bo'lishi kerak bo'lgan 3 qavatli zdaniyani Odilbek ismli shaxs, ya'ni quruvchi 4 qavat qilib solib yuborgan. Ya'ni xorazmchasini aytaman, solib yuborgan, qurgan. Endi bu yerda hozir men ikkinchi tomon, ya'ni jabrlanuvchi Shahzod Jumaniyazov Xayrullayevich degan shaxsni menga bergan mana dokumentlari ham qo'limda turibdi. Bu ham jabrlanuvchi sifatida ishda ko'riladigan ekan. Ya'ni Odilbek ismli fuqaro, ya'ni quruvchi bu shaxsdan ancha miqdorda qarzdor bo'lgan va qarzdorlik o'rniga o'sha zdaniyani berib yuborgan. Lekin sxemani qaranglar qanday bo'lgan. Yer Odilbek nomida emas, ayolining nomida bo'lgan. Ya'ni uni nomida hozirgi kunda hech nima yo'q, lekin sudning qarori bilan shotlari muzlatilgan. Shotida ancha-muncha pullari borligi ma'lum bo'ldi. Chunki hozir Odilbek ismli shaxsning ustidan ish ochilgan, ya'ni mana shu fuqarolar, yuqorida ko'rib turgan fuqarolarimiz ustidan yozib berishgan, ya'ni aldanish holatiga duch kelgandan keyin. O'rtoqlar, men bir narsani aytib o'tchakman. Sxema yomon tuzilmagan, oilaviy sxema yomon tuzilmagan. Buni chuqur o'rganadi, o'zi organlar bor, o'rganadigan. Bu narsadan prokuraturaning ham xabari bor ekan, ichki ishlarning ham xabari bor ekan, hammaning xabari bor ekan. Shahzod ismli fuqaroni o'sha Odilbek ismli quruvchini ayoli bilan mana o'rtasida oldi-sotdi shartnomasi ham bor ekan. Biz buni ham o'rganib chiqdik. Ya'ni 428 kvadrat metrni garov sifatida shu o'zini qarzlari bo'yicha olgan. Hozirgi kunda Shahzod ismli fuqaroga GASN, ya'ni o'sha qurilish inspeksiya nazorat organi katta miqdorda jarima chiqargan. Ya'ni 4-qavatni aprelning oxirigacha buzmasa 220 millionmi qanchadir bir jarima solish bo'yicha ogohlantirish xati berib ketgan. Demak, bu yerda hozir faqat yuqoridagi fuqarolar emas, balki mana bu Shahzod ismli fuqaro ham jabrlanuvchi hisobida turibdi. Demak, ertaga 17-aprel kuni jinoyat sudi bo'lib o'tadi. Xudo xolasa sudda men ham tinglovchi sifatida qatnashmoqchiman, ya'ni sud jarayonini kuzatmoqchiman va bu holat qanday o'tishini ko'rmoqchiman. Endi hurmatli organ xodimlari, bu yerda sxema juda puxta tuzilgan. Biz o'ylab qaraganday oson emas ekan. Odilbek ismli shaxs bo'yicha ko'plab odamlar bizni kanalimizga yozyapti, ya'ni u inson quruvchi, boshqa joylarda ham ko'plab insonlar u inson tomonidan aldanib qolganligini bildirishmoqda. Bizning Instagram direktimizda yozib yotibdi hozir odamlar. Endi bu boshqa masala bo'lib ketadi. Uje bu hozirgi masalaga bizning aloqasi yo'q, lekin aytmoqchimanki, bu quruvchining ustidan juda ko'p shikoyatlar tushib turibdi. Endi
Shahzod ismli fuqaro bizani kanalimizga murojaat qilishidan maqsad meni o'sha odamlar, ya'ni xalq dushman sifatida ko'rmasin. Men ham ular kabi jabrlanuvchiman. Mana sudga qog'ozim bor. Men ham jabrlanuvchi sifatida o'tayapman. Meni nima aybim bor bu masalada deb bizaga bildirmoqda o'zini haqiqatini. Lekin asl haqiqatni ertaga sud jarayonida bilamiz. Aslida Odilbek ismli shaxs nima uchun bu ishni qildi? Nima uchun u qonunlarni hurmat qilmasdan, davlat qonunlariga bo'ysunmasdan 3 qavatli o'quv markazini turar joyga nima uchun aylantirib yubordi? Ya'ni qonuniy tarzda aylantirmagan. O'zini sxemasi bo'yicha uyni yashash turadigan uy qilib qurgan. Nima uchun? Maqsad nima bo'lgan? Maqsad cho'ntakni boyitishmi? Odamlarni aldashmi? Yoki qanaqadir boshqa reja bo'lganmi? Mana shuni kalavanuvchini ertaga sudda odil qozimiz, odil sudyamiz masalani hal qilib beradi. Oxirida xalq nima bilan qoladi? Uy bilan qoladimi, mulki bilan yoki o'sha uyga sarflagan, remontga sarflagan pullari, ketgan vaqti, moddiy ma'naviy zarari hammasini undirib biladimi? Ikki yo'li bor az odamlarning. Biram ana shu yashaydigan agarda hozir mana lekin gazini aytyapti, bu biz uni qabul qilmaganmiz uzdaniyam deyapti. Uni sifatligini biz qabul qilmaganmiz deyapti. O'z boshimchalik bilan u inson qurgan deyapti. Demak, odamlarga to'liq ravishda faqatgina ularni to'laydigan pulini emas, balki o'sha yerga sarflagan remonti uchun ham pulini to'lab berishi kerak. Odilbek 100% to'lab berishi kerak. Odamlardan pulni oldimi? Demak, oxirigacha turib, o'sha muzlatilgan shotindagi pulni avtomatik tarzda fuqarolarga berish kerak. Ular chunki o'rtada shuncha yil vaqtini o'tkazdi. Ular endi hozirgi qiymatdagi uyni qanday oladi? Shular ham o'ylash kerak. Albatta moddiy ma'naviy zararga berishga haqqi bor ularning. Moddiy ma'naviy zararga. Biz jarayonlarni kuzatamiz. Shahzod ismli fuqaroning sudida ham qatnashishga harakat qilamiz va mana shu fuqarolarning, ya'ni xalqning manfaatini o'ylagan holda bularning ham sudida qatnashishga harakat qilamiz va bu katta sxemani ortida kim turibdi? Oila turibdimi yoki Odilbekning o'zi turibdimi? Bu narsalarni ham biz joylab boramiz. Kuzatishda davom eting.